Prezidentimizning Amerika Qo'shma Shtatlariga amaliy tashrifi g'oyat samarali va sermazmun kechdi. Davlatimiz rahbarining Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan so'zlagan nutqi yangi O'zbekistondagi islohotlar samarasi bilan bir qatorda bugun xalqaro hamjamiyat oldida turgan dolzarb masalalar ko'tarilgani bilan ahamiyatlidir. Prezidentimizning amaliy tashrifi doirasida erishilgan samarali kelishuvlar va muzokaralarning ahamiyati xorijiy ekspertlar va yurtimiz jamoatchiligi vakillari tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Bugun biz yangi O'zbekistonning ovozi jahon minbarlarida, ayniqsa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasida qat'iy yangragandan faxrlanib turibmiz. Prezidentimiz nafaqat yurtimiz, balki butun insoniyat taqdiri uchun dolzarb masalalarni ko'tardi. Ayniqsa iqlim o'zgarishi, cho'llanish, suv taqchilligi kabi insoniyatni bezovta qilayotgan muammolarga jahon hamjamiyatining e'tiborini qaratdi. Orol sahrosida qariyb 2 million gektar yashil qoplamalar barpo etilganligi bu beqiyos ish. Kelajakda bo'ladigan ekologik inqirozlar, global isishdan barchamizni qutqaradigan ikkita muhim nuqta bor. Bu daraxtni ko'paytirish, yashillikni ko'paytirish va suvni tejash. Aynan Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarida prezidentimizni suvni tejash bo'yicha butun jahon forumini o'tkazish tashabbusi insoniyatni birlashtiruvchi ulkan g'oya sifatida qabul qilindi. Davlat rahbari ekologik o'zgarishlarning yana bir jiddiy oqibati iqlim migratsiyasi yo'nalishida haligacha bir samarali xalqaro mexanizm, huquqiy baza yaratilmaganligini ta'kidladi. Shu munosabat bilan prezidentimizni global miqyosda muvofiqlashtirilgan siyosat yuritish va aniq choralar ko'rish maqsadida iqlim migratsiyasi bo'yicha global pakt qabul qilish taklifini ilgari surdi. Bu kelajakda nafaqat O'zbekiston, nafaqat Markaziy Osiyo, butun dunyo mamlakatlari uchun ko'ndalang bo'ladigan bir jiddiy muammo. E'tibor qiling, bir necha yil ichida kambag'allik darajasi 35% dan 6-7% gacha qisqarishi, maktabgacha ta'lim qamrovi 27% dan 78% ga ko'tarilishi, oliy ta'lim bilan qamrov 9% dan 42% ga yetishi. Bu raqamlar bu milliy tahlillar emas. Bu jahondagi moliya institutlari, mustaqil ekspertlarning tahlili. Markaziy Osiyoda yopiq chegaralar davri tarixda qoldi. Bir necha yil oldin yopiq chegaralar, hal etilmagan bahslar haqida gapirilardi. Bugun esa Markaziy Osiyo hamjihatlik va do'stlik makoniga aylandi. Savdo va investitsiyalar 5 baravarga oshdi. Mintaqaviy integratsiya, hamkorlikning markazida esa O'zbekiston va uni prezidenti turibdi.